Arkadaşlar sizler bilan birgalikda Bekkamber 2014 videoda Mobile o'ynab maza qilib tanishga harakat qilamiz. Va do'stlar, mana ko'rayotganinglardek o'yinga ham kirib oldik va mana shuncha odamlarning rasmlarini ko'rsatyapti, sovg'alar beryapti. Va bugungi videoda mana futbol sentriga bosib bu yerdan oynashimiz kerak. Biza O'zbekiston Niderlandiya bilan tushibdi. Bugungi videoda biza Niderlandiyani yechishimiz kerak. Unda videoga like va kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bizning maqsadimiz 10 obunachi yig'inglar. Va do'stlar, mana 100% bo'ldi va mana o'yin boshlandi. O'zbekistonmi u Niderlandiya. Mana ko'rayotganinglardek o'yinni boshladim. Mana do'stlar, mana ko'rayotganinglardek biz o'yinni boshlab oldik. O'runov to'p bilan yo'q, afsuski olib qo'yishdi. Frenkie de Jong. Yusupov-da bu, Yusupov. Yusupov do'stlar qaytardi deb. Va do'stlar, Shomurodov zarba. Va do'stlar, Shomurodov urolmadi, gol tepolmadi ham. Mana do'stlar, zarba shetdan turib pushka zarba va gol. Shomurodov. Mana Shomurodov super golni ko'rsatishyapti. Va do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Va do'stlar, mana Niderlandiya hujum qilyapti. Niderlandiya. Va Yusupov молодец, ikkita legenda vaziyatni save qildi. Yusupov bugun yaxshi o'ynayapti. Varatada yaxshi turyapti. Va orqaga to'pni qo'ydi. O'rni qanday vaziyatda to'pni qo'ygani. Qiziq zarba. Sizga do'stlar, yonimda bir bola turibdi, gaplayapti. Va do'stlar, men va Yusuf kim edi? Bilmadim. Bir o'zbekistonlik to'pni yaxshi olib qo'ydi. Nasrullayev. Birinchi taym tugadi. Shomurodovning goldan keyin hech kim gol urgani yo'q. Va do'stlar, ko'rayotganinglardek endi to'pdan mendan boshlaydi. Va do'stlar, mana ko'rganingizdek va Flimpong zarba tushgandi. Lekin o'xshamadi. Podkast kanal o'xshamadi. Zarba kalla bilan yo'qmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Offside do'stlar. Offside. Hadiyam offside ekan. Bo'lmasa nima bo'lardi? Mana bu yerda nima bo'lyapti? Bu shovqin bo'layotgandek menga tuyulyapti. Afsuski yetib bormadi to'p. Lekin baribir oldik. O'runov qanday chiqadi? O'yinchilarni oldab o'tyapti. Va mana ko'rayotganinglardek mana to'p bilan mana orqaga to'p va zarba va gol. 2-0. Niderlandiya oldinda yutqizib qo'yaversa, bu yerda O'zbekiston turibdi. Va do'stlar, mana super gol urdik. Mana men gol, legenda gol urdik azizlar. Har doim videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. 2 do'stlar. Yaxshi. To'pni ochildi. Shomurodov.
Boshqa kim? Endi Sho'murod usta top. Sho'murodov bizlar nima qilib uyda nimaga orqaga zarba berdi va gol! Boshqa zarbada Sho'nur. O'zbekiston comeback o'rdi do'stlar, comeback. Mana va bunday to'pni oldida boshqa zarba berdi. Varatalis ham hayron bo'ldi. 3-0. Va Dejon Filippon Dejon top bilan Dejon Gapko Husan to'xtatib oladi. Husanov Abduqodir topni chiqarib yubordimi? Yo'q, mana qiladi va do'stlar, bu o'yinda g'alaba qozondik. Endi hali videoni to'xtatmayman, chunki endi 6 daqiqa bo'ldi. Va ozgina ishlar qilgandan so'ng to'xtataman. Hozir videoni qo'yib yuboraman. Do'stlar, mana birinchi bo'lib sizlarga olib beraman, ko'rsaman. Mana Rafinha, Kane, Di Maria, Depul, Mateta, Bellingham, Raum, Ibanez, Iniesta, John Eric Garcia, Castells ekan. Va tarkibimda shu Dembele bor ekan, mayli qo'yib bo'lmaydi. Stop. Do'stlar, bu yerda mana qo'shiladi shekilli. Undan keyin qo'lni mana bu yerga qo'shiladi. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek. Va do'stlar, bu yerdan narsalarni olishim kerak. Podarka bor ekan. Yerda anta bor ekan. Birlikte olmasını xalos. Va do'stlar, mana bizni bu yerda ham sovg'alar bor ekan. Ikkita sovg'a bor ekan. Olib olamiz. Sizlar unga sensiga like bosib, kanalga obuna bo'lishingiz kerak. Yerlarda shuni qo'yib olmoslari endi bo'ladi. Qilib o'tadi shuni shaqqa. Orada mana bu masalalar ham kerak ekan. Va do'stlar, bu yerda nimadirlar qolib ketdi. Bu yerda tangalar qolib ketdi do'stlar. Burada başka yok. Olmaz olsa tengiye tutuyorlar. Bir tengelerini bir yere tutuyoruz. Arkadaşlar ve biz şu yerden ve dostlar hammaga xayr, shu yerda videoni tugataman. Video tugatmasdan oldin sizlarga bir narsa aytaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Unda hammaga xayr. Sog' salomat.